Hozirgi taassurotlaringiz qanday bo'ldi? Taassurotlar juda ham yaxshi. Shu Toshkentdan shu Jidda shahrigacha qanday taassurotlar samolyotda? O'ylaganimizdan ham ziyoda. Samolyotda xizmatlar ham juda yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldimi? Ha, men ikkinchi marta kelishim, o'tgan safar Samarqanddan kelgandim. Bunda ham yaxshi, bu safar ham juda ham yaxshi. Aviakompaniya xizmatidan ham rozimiz. Yaxshi xizmat qilishdi, ko'rsatishdi. Nasib bo'lsa, ozgina vaqtdan keyin Madina Munawvara shahriga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shahriga borasiz-da, taassurotlaringiz bir boshqacha bo'layotgandir? Ha, bo'layapti. Salovat aytib keldik kegincha. Demak, avval kelgansiz, hojona gapingizni bo'ldim, avval kelgansiz, Rasululloh shahrida bo'lgansiz. Ha, bo'lganman. Endi yana ham boshqacha bir taassurot, yana ham sog'inch bilan kelayotgandirsiz. Ha, nima aytku? Ko'rmaganga bir armon, ko'rganga ming armon. Armon bilan kelyapman. Yana o'tgan vaqtda bajarmagan amallarni yana mukammalroq qilib bajarishga. Inshaalloh, albatta. Hojona qilayotgan ibodat ziyoratlaringiz, endi qiladigan ibodat ziyoratlaringiz Alloh qabul qilsin. Hojona ko'rib xursand bo'ldik barchalardan. Alloh rozi bo'lsin. Hisobingizda. Mashaalloh. Bo'ldi, shuni aytmaysizmi? Singillarim bilan kelyapman deb qo'yasiz. Aka, bitta ulab olamiz. Kim bilan keldingiz, hojona? Mana shu safar ziyoratga mana singillarim, yangam. Voy, mashaalloh, mana 4 kishi. Kelinlarim 4 kishi olib keldik. Nasib bo'lsa yana boshqalarni ham olib kelamiz. Albatta, yana inshaalloh. Alloh chaqirsin hojona, xo'p, rahmat.